Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik xəbər analizi proqramımızı görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, bugün 2026 yılı 13 iyun şənbə. Hər şənbə günü bir həftə cəryanında vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə huzuruna sunub gəliyatımız. Qanundaqda aldı bilən bu həftədəki xəbərlərimizin mavzularına göz yürütüb ötəyli. Tayland soti 2 Uyg'urga o'lim jazosi hukm qildi. Xitoyning bir turkum gigant shirkatlari qora tizimlikka kirgizildi. Yangi qonun loyihasida Xitoy tajovuzchilar o'q markazi a'zosi deb baholandi. Doktor Nabijan Tursun Istanbuldagi leksiyasida yangi kitoblarni tunishtirdi. Va yozuvchi pedagog Abdullah Talib tug'ilganligining 100 yilligi xotirlandi. Şundaqla 3-cü növbətlik xalqara Uyğur munbiri Berlində açıldı. Bu və bundan başqa bir qancha xəbərlərimiz oldu. Qanundaqda birinci xəbərdən başlap görüb ötəyli. Tayland soti 2 Uyğurğa ölüm cəzası hükm qildi. Qadirli görürmənlərimiz, əlbəttə, həmmimizə məlum bolğandək bu Taylanddakı vaqe 2015 yılı Bangkokda yüz bergan 20 kişinin ölümüge sebep olan bomba partlatış vakası. Yıllardan bu yan pat-pat anca-munca bu sot elə hem devam qılıyatqanlıq üçün anca-munca hər qətim sot etilganda bunun xəbərləri çıxıb turuyatdı hazırgacha. Bu qətim bu 2 Uyğurğa ölüm cəzası bədi Tayland soti. Bu xəbər muhafizatçı Reuters, BBC qatarlıq xalqaralıq taratqularda berildi arqa-arqadan. Xəbərdə Tayland sot məhkəməsi 2015 yılı Bangkokның mərkəzidəki chet ellik sayohatchilar köp keldigan Erivan ibadətxanasida yüz bergan və 20 kişinin ölüşü, 120 köp kişinin yaralanishi səbəbçi bolğan partlatışni planlab icra qılğan deb ayıblangan 2 Uyg'urga qasddan adam o'ldirish jinoyati bilan o'lim jazosi berilganligini e'lon qilgan. Bilal Muhammad, ya'ni Adam Qaradağ va Yusuf Mirali ismlik 2 Uyg'urning soti 10 yildan buyon davomlashayotgan bo'lib, yuqoridagidek 2015 yili bu voqea bo'lgan bo'lsa, 10 yildan ortiq vaqtdan buyon davomlashayotgan bo'lib, ular ilgari o'zlariga qaratilgan barliq ayıblaşlarni rad qilgan. Ularning advokatları bo'lsa o'lim jazosiga qarshi ariz sundiganligini, ya'ni 3 qatimliq sot borligini, ya'ni bu qaror e'lon qilingandan keyin bu ikkilarning advokati bunun qarshi o'lim jazosiga qarshi ariz sundiganligini, ya'ni 3 qatimliq sot borligini, sot mahkamasining ular haqidagi bir qancha omilni o'ylashib boqmaganligini bildirgan. Mushlarning hammasi xabarda berildi. Tayland qonuniga asosan ariz sunish hukm chiqarilgandan keyingi 1 oy ichida elib berilgan. Yani 30 günlük mühlet var arada. Aynı vaqtdagi bomba portlatish vaqasiga hech qanday bir tashkilot o'zining javobgar ekanligini e'lon qilmagan bo'lsa-mu, bir qism mutaxassislar buni Tayland hukumatining portlash vaqasidan 1 oy ilgari 100 dan ortiq Uyg'urni Xitoyga majburiy qaytarib berganligiga qaytarilgan inkos deb qarab kelmoqda. Ya'ni u vaqtdagi fojiani hammamiz bilamiz. Mayli istiqlal bo'lsin, butun dunyo axborotlarida Taylandninki bu 100 dan ortiq Uyg'urni qaytarib berganligiga Xitoy shu vaqtda ajoyib tashviqot qildi hamda dunyoga ko'z-ko'z qilib bu voqeaga qaytarilgan bir inkos deb qarab kelmoqda hamda ba'zi mutaxassislar. Ayni vaqtda yuz bergandan keyin, shu voqea yuz bergandan keyin Tayland soqchilari dastlabda 2 Uyg'urning hech qaysisining bomba qo'yg'uchi emasligini aytgan edi. Dastlabki mezgilde. Keyinchi bo'lsa Bilal Muhammad naq maydonda xotirlangan sindiki bomba qo'ygan odamga ancha o'xshamasa-mu portlatish jinoyati bilan ayblangan edi. Ayni vaqtda yana boshqa 13 kishiga tutish buyrug'i chiqarilgan edi. Mana shundaq nihoyat murakkab shaklda davom qildi bu deydi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bo'lsa, albatta bunga o'xshash fursatni bo'sh qo'yamdi bu Xitoy. Yani bayonatını e'lon qilgan bayonotidan qanchalik xo'shal bo'lganligini, hattoki Xitoyninki kuch kiritganligini, Taylandga besim qilganligini ehtimollikning, eng cho'ng ehtimollikning ichida deb qarash mumkin bu bayonotlardan. Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bu haqdagi so'ralgan savolga javob berib,
jinoyatchilarning inson qilibidan chiqqanligi, chunki Uyg'ur ham bevosita buni xotirjam deyalaydi buni sizlar. İnsan qilibidan chiqqanligi, ig'ir jinoyat sodir qilganligi, Xitoyning Tayland sotining hukmini qo'llaydiganligi, qotillarni ig'ir jazolash kerakligi haqida bildirildi. Sizni shuni tasavvur qilib boqaylik, agar mushlar Xitoy qilgan bo'lsa, o'zining Xitoy fuqarolari qilgan bo'lsa, Xitoy o'xshash talaffuzda bunday bir bayonotni e'lon qila olamdi. Asla mumkin emas. Bilimiz qo'yin, eng cho'ng jinoyat ishlayotgan bo'lsa-mu, nihoyat siliq sipoyilik bilan bayonot e'lon qildi. Biz fuqarolarimizning qonuniy huquqini har tarafdan uni qilamiz, buni qilamiz, u bu deb. Haqiqatan qilib qolgan bo'lsa-mu yani. Ammo qarab boqaylik, u qadar bayonotning tiliga qarab boqaylik. Tayland sotining bu qarori bultur Tayland hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarish voqeasini qaytadan kun tartibga keltirdi. Albatta, nufuzli axborotlarda chiqqandan keyin qaytadan Uyg'ur masalasi axborotlarda kun tartibga kelgan bo'ldi. Bultur 26 fevral Tayland hukumati xalqaro besim va talablarga pisand qilmay Taylandda tutib turilgan 40 Uyg'urni Xitoy rejimining talab bo'yicha Xitoyga qaytarib bergan edi. Bu fojiani albatta tunugunkidek hammamiz his qilib turibdik. Xitoy buni dunyoga ta'tir tashviqot uchun qanday qo'llanganligini bilamiz. Bütün aeroplandan tushirilish, chiqarilish hamma masalasini tashviq qildi hamda ta'tir tashviqot uchun ishlatdi bu ko'rinishlarni. Bu hukm chiqqandan keyin Tayland sotidan Dünya Uyghur Qurultayıning sobiq raisi Rabiya Qodir xonim mazkur hukmga darhol inkos qaytarib, sud mustaqil va adil bo'lmadi deb aybladi va Tayland hukumatini mahkumlarning qayta arz qilish huquqiga kafolatlik qilishga xalqaro jamiyatni bo'lsa bu adolatsiz sudning davomini nazorat qilishga chaqirdi. U so'zda yana Tayland tarafining 2015-yili 109 nafar, 2025-yili 40 nafar Uyg'ur siyosiy panohlanuvchini Xitoyga qaytarganda Xitoyning besimiga bo'yin ekanligini va xalqaro jamiyatning fikrini qabul qilmaganligini eskartib, bu qitim o'lim jazosi hukmini Beijingning siyosiy va iqtisodiy jihatdagi besimining ta'siri bilan chiqarganlik ehtimolligini o'tirib qo'ydi. Shuning uchun bu adil emas, chuqur bu mustaqil shaklda nazorat qilinishi kerak bu sud degan shaklda bu masalani o'tirib qo'ydi. Chunki Tayland o'tmishdimi va o'tgan yilmi Xitoyning besimiga butun xalqaroniki nufuzli organlar, davlat rahbarlari hammasi qarshi chiqdi-ku Xitoyga qaytarmaslik uchun. Ammo shuncha vala eng cho'ng amaldorlarmi biz qaytarmaymiz deb turib, oxirgi minutgacha qaytarmaymiz deb turib, u Uyg'urlarni eng oxirida qanday qildi? Qaytarib etdi. Yani bu derecede numussuzluk qildi hammamiz bilamiz. Shuning uchun bu yerdagi nimada bu qatimqi hukmnoma chuqur bir siyosiy Beijingninki siyosiy va iqtisodiy besim bilan besimning ta'sirida chiqarganlik ehtimolligi yuqori deb buni o'tirib qo'ydi. Rabiya Qodir xonim bayonotining oxirida xalqaro jamiyatni Tayland sotining Uyg'ur masalasida izchil Xitoyning buyrug'i bo'yicha ish tutayotganligidagi reallikni ko'zda tutib, sotning mustaqil elib berilishi va mahkumlarning qayta arz sunish huquqining to'liq kafolatga ega qilinishi qatorliq jarayonlarni nazorat qilishga da'vat qildi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoyning bir turkum gigant shirkatlari qora tizimlikka kirgizildi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta har doim, har hafta degidek Xitoyning shirkatlari, bir qator shirkatlarninki mushundaq u davlat, bu davlatlarda jazo tizimligiga, cheklashga, jazoga uchrayotganligini har doim ko'rib turibmiz. Buningdagi sabablarni bilib ketdik deb qarayman. Chunki shu davlatlardagi qilayotgan yo'lsizligi, saxtligi, shu mazkur davlatlarning ichidagi yerlik tijoratchilarni vayron qilish degandek son-sanoqsiz sabablar var. Bu qatim Amerika Xitoyning BYD, Alibaba, Baidu qatorliq bir turkum gigant shirkatlarini Xitoy armiyasiga chetishliq yoki Xitoy armiyasini qo'llagan shirkatlar tizimligiga kirgizdi. Buning bilan hozirgacha Amerikaninki mushundaq Xitoyning harbiy Xitoy armiyasiga chetishliq va yoki bo'lmasa Xitoy armiyasini qo'llagan shirkatlar tizimligiga kirgizilgan umumiy Xitoy shirkatining soni 188 ga yetgan bo'ldi. Faqat Amerikadagi, boshqa Yevropada bo'lsin va boshqa davlatlardagi bu sonning ichida emas.
Amerika Urush Mudofaa Ministerligi 8-iyun Xitoyning harbiy taraqqiyotiga yordam berayotgan Xitoy shirkatlar tizimligining yangilangan nusxasini e'lon qildi. Tizimlikdan Xitoyning to'g'ri savdosi guruhi Alibaba, izlash mulozimati bilan ta'minlovchi Baidu va avtomobil ishlab chiqaruvchi BYD qatorliq Xitoydagi zo'r ta'sir kuchiga ega shirkatlarmi o'rin oldi bu qatorliq tizimlikda. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, Amerika Urush Mudofaa Ministerligining hujjatida Alibaba bilan Baiduning Xitoy davlat mulkini nazorat qilish, boshqarish komiteti bilan vositalik munosabati borligi, yana Xitoy sanoat va uchur ministerligiga chetishliq Alibaba shirkatining Xitoy mudofaa sanoatidagi harbiy, puhraviy, qo'sh ishlatishchan aslahalarning yasalishida hassi borligi ta'kidlangan. Chunki nurg'un hozirgi bo'lib yangi texnikadagi masalalar ham harbiy jihatdan ishlatiladigan, ham puhraviy ishlatiladigan bu qo'sh ishlatishchan mahsulotlarning nurg'un davlatlarda, mayli Rossiyaga bo'lsin, hatto Ironga qatorliq shu zo'r turkumda Xitoyniki bu mallarni eksport qilib shu davlatlarni ta'minlab kelayotganligi yaqinqi yillarda ko'plab tilg'anlayotgan masala. Buningda sirt BYDning Xitoy davlat mulkini nazorat qilish, boshqarish komiteti bilan bevosita va vositalik munosabati borligi. Shuningdek Xitoy sanoat va uchur ministerligi bilan vositalik munosabati borligi. Alibabaga o'xshashla Xitoy mudofaa sanoatidagi harbiy, puhraviy, qo'sh ishlatishchan aslahalarning yasalishida hassi borligi qayd qilingan. Alibabaning bu boshliqininki o'z vaqtida mayunning qanday ko'zni yo'qtilganligi hozirgacha Xitoy musodir qildi desak ham bo'ldi bu Alibaba shirkatining o'z vaqtidagi tafsilotlarni albatta tafsilotlarda sunduq. Keyin buningki yo'g'inib ketmaslik uchun, Xitoyning kontroldan chiqib ketmaslik uchun buni Xitoy qanday shaklda qo'liga elib olganligini bilamiz Alibaba shirkatini. Xo'sh, Amerika Urush Ministerligi bu yil 2-oyda yangilangan bir tizimlikni e'lon qilgan bo'lsa-mu, qisqa vaqtdan keyin uni o'chirib o'tgan edi. Gerçi bu tizimlikdagi Xitoy shirkatlariga qarata rasmiy jazo yurgizilmasa-mu, ammo yangi bir qonunga asosan kelgusi bir necha yilda Amerika Urush Ministerligining tizimlikdagi shirkatlar bilan to'xtam imzolashi yoki ulardan mahsulot va mulozimat setib olishi cheklandi ekan. Bundan keyin Xitoy harbiy shirkatlari tizimligi bo'lsa 2021-yil Moliya davlat mudofaa ijozatnomasi qonunining H1260 moddasiga asosan turg'izilgan bo'lib, 2030-yilga qadar har yili yengillish talab qilinadigan mazkur tizimlik yana H1260 tizimligi debmi atildi ekan bu tizimlik. Amerika Urush Ministerligi bultur 11-oyda davlat bexatarligi andisi bilan Xitoyning Alibaba, Baidu va BYD qatorliq shirkatlarining Xitoy armiyasiga yordam beradigan shirkatlar tizimligiga kirgizilishi kerakligini muayyanlashtirgan edi. Navbatda bo'lsa, bu qatim rasmiy tariqada ishga oshgan bo'ldi hamda bu. Demak, bu shaklda davom qilyapti Xitoyning bu shirkatlarininki qora tizimlikka kirgizilishi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, yangi qonun loyihasida Xitoy tajovuzchilar o'q markazi a'zosi deb baholandi. Bu xabarmi albatta yanada Amerika Kengash palatasining harbiy ishlar komiteti tarafidan harbiy ishlar komiteti davlat mudofaasiga huquq beradigan muhim bir qonun loyihasini o'ttirg'a qo'ygan, nihoyatda muhim bir qonun loyihasi albatta. Bu yerda bu organ shunday qonun loyihasini o'ttirib qo'yib, bu qonun loyihasida Xitoy Amerikaning manfaatiga xiris qiladigan tajovuzchilar o'q markazining bir a'zosi deb ta'kidlangan. Amerika ovozi va boshqa xabar organlarida berildi bu xabar albatta. Mazkur qonun loyihasining nishoni birinchi orol zanjirining umumiy mudofaa tayyorligi saviyasini o'stirib, Amerikaning Xitoyga qarshi kuchini zo'raytirish ekan. Qonun loyihasi yana Tayvanni bexatarlik yordami bilan ta'minlash, Tayvan uchun urush mazgildagi moddiy ashyo zapas ambiri qurish, shundaqla Tayvan va boshqa rayonlardagi sheriklarga qoral yaroq setishdagi kechikishlarni tekshirishga huquq beradi ekan. Chunki bu rayonda Amerikaning boshqa yana nurg'ulg'an ittifoqdosh davlatlari bor. Shunga bu yerdagi davlatlarga ittifoqdoshlarga
maddi eşya, qoral, bularni ta'minlash masalasida kichik ishlarni qoralayroq setishdiki, bularni tekshirishga huquq beradigan bir organ. Mazkur qonun loyihasining Avam palatasi nusxasi bundan ilgari Avam palatasi komiteti ma'qullangan bo'lib, Kengash palatasining harbiy ishlar komiteti 10-iyun Kengash palatasi nusxasini ma'qullagan. Umumiy sommasi 1 trilyon 150 milyon dollarga yetadigan bu davlat mudofaa chiqimi plani keyingi qadamda Kengash palatasining muzokara qilishi va ovozga qo'yishi uchun sunildi ekan. Albatta bu Xitoy uchun zo'r bir besim paydo qilgan, Xitoyni bearam qilgan masalalarning biri albatta. Mazkur qonun loyihasida Xitoy Amerikaning manfaatiga xiris qiladigan tajovuzchilar o'q markazining bir a'zosi deb sifatlangan bo'lib, Xitoy, Rossiya, Iran va Shimoliy Koreya boshchiligidagi tajovuzchilar lageriga duch kelgan Amerika hozir 2-Dunyo urushidan buyongi eng xatarli tahdid muhitida turibdi deyilgan. Mushu qonun loyihasining ichida. Ma'lum bo'lishicha, keyingi bir necha oyda ikki palata bu vaqtdagi muzokarani ayrim-ayrim tamamlagandan keyin munosabatli moddalar ustida maslahatlashib bir tutash nusxani tuzib chiqadigan va bu nusxa Kengash palatasi va Avam palatasining oxirgi tasdiqi va prezident imzosidan keyin rasmiy qonunga aylandi ekan. Demak, bu shaklda davom qilyapti. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, doktor Nabijon Tursun İstanbuldagi leksiyasida yangi kitoblarni tunishtirdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Istiqlolda kanalimizda bu leksiyanın jarayonini bütün sınıf şekilde tarqatdık, onu ko'rishinglarni umid qilamiz. Uyg'ur tarixshunos tunilgan Uyg'ur umumiy tarixini ro'yobga chiqargan olimimiz Nabijon Tursun bu qatimliq Turkiya ziyoratida 7-iyun İstanbulda Sharq Turkiston tarixi Uyg'urlarning bir asr ilgariki aqaritish harakatlari haqida leksiya so'zildi va mushu umumiy 13 tomlik kitobning yangidan chiqqan 2 tomini tunishtirdi berdik. Shuning ichidagi mazmunlarni, shu tarixiy jarayonlarni nihoyatda güzel bir şekilde so'zlab berdi leksiyasida. Leksiya yig'inini albatta Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati va 4 jamiyat o'rinlashtirgan bu leksiya yig'inini Ma'rif va hamkorlik jamiyati, Dünya Uyg'ur qurultiyi vakfi, Dünya Uyg'ur yozuvchilar uyushmasi va Turkistoniy kutubxonasi birlikda uyushtirgan bo'lib, Safako'ydagi Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan rayondagi Uyg'ur ilm va madaniyat tadqiqot vakfi zalida o'tkazildi. Albatta bu yerda mush 4 tashkilotning mas'ullari ayrim-ayrim so'z qildi, hammasini tafsiliy deyishning hojati yo'q menimcha. Uyushtirgan 4 tashkilotning mas'ullari ayrim-ayrim ichida so'z qildi. Kitobni butunlay o'qib chiqqan Mahmudjon bu yerda ta'sirotini so'zildi. Bu kitobdagi muhim mazmunlarni. Uning keyinidan yana boshqa chet eldan kelgan mehmonlardan bir qanchasi so'z qildi va Uyg'ur tarixininki oxirida doktor Nabijon Tursun mushu yangi chiqqan kitobninki bu qatim chiqqan 2 tom kitobning ichidagi 1910-1930 yıllar Uyg'urlarning milliy uyg'onishi, ozodlik, siyosiy va aqartish harakatlari va Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati va uning meroslari temalarida. Chunki bu 2 kitob buni asos qilganligi uchun bu kitobdagi mazmunlarni tunishtirib o'tdi. Shunday qilib Uyg'ur umumiy tarixining yangidan nashrdan chiqqan 4 va 6 tom 3-qismlarini tunishtirgan bo'ldi bu qatim. Arqadan jamoat arbobi Abduqodir Yopchan akamiz bu yerda so'z qildi. Tarix tadqiqotiga o'xshash bu ilmiy emgaklarning Sharq Turkiston mustaqillik mujodilasidagi zaruriyatini ta'kidladi so'zda. Leksiya yig'iniga albatta İstanbuldagi nurg'un yashayotgan Uyg'urlar qatnashib, oxirida Nabijon Tursunga hadiya qilish bilan hadiya taqdim qildi. Demek bu şekilde nihoyatda güzel bir faaliyet bo'lib o'tdi. Qolgan jarayonni to'g'rimizdan ko'rib olishinglarni umid qilamiz. Va bundan bir kun burun
yazğıcı o Abdullah pedagog Abdullah Talib tug'ilganligining 100 yilligi xotirlandi. Yana İstanbulda mana şu dünyanın har qaysi joylarida faoliyat qilayotgan kishilarning qatnashishi bilan bu yig'in İstanbulda Qurultay raisi Turg'unjanov qatnashdi. Bu yig'inga 6 iyun o'tkazildi bu yig'in. İstanbulda hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti va milliy ma'rif tarixi tadqiqotida belgilik o'ringa ega dangliq adib pedagog Abdullah Talib tug'ilganligining 100 yilligiga bag'ishlangan ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Şair, təşkilatçı və karxanaçı Tuyğun Abduveli'nin təşəbbüsü bilan ötküzülən bu fəaliyyətni Dünya Uyğur Qurultayı, Dünya Uyğur Yazıçılar Uyuşması, Uyğur Akademiyası, Uyğur Project Fondi və Kanada Şərq Türkistan Uyğur Cəmiyyəti qatarlıq təşkilatlar birlikdə vücudğa çıxarğan bu fəaliyyətni. Yığında dünyanın hər qaysı yerlərdən və Türkiyədən gələn tarixçilər, ədəbiyyatçılar və tədqiqatçılar bir yerə cəm oldu. Şundaqla yığında Abdullah Talib'nin əsərləri, onların temaları ve bugünkü real kımmeti yoritib berilgan 6 parça ilmi maqala oquldu. Şunun bilan birga marhumning urug' tuqqanlari va o'quvchilari so'zga chiqib, marhum haqidagi aslimalarini aslab o'tdi. Bu qatimliq faoliyatning yana bir qutlug' tarafi shu bo'ldiki, mush Abdullah Talib'ninki faoliyatida Abdullah Talib'ning Uyg'ur romanchiligi ve ma'rif tarixida muhim o'rin tutilgan Qaynam örkişi, Çalı Tekken Ok, İgerlik At, Lali Qurban ve Uyghur Ma'rif Tarihi'den O Çeyrikler namlı kitapları Teklimakan Neşriyat tarafından qayta neşir kılıngan. Demek bu şekilde güzel bir faaliyetle bu hafta İstanbul'da ötküzüldü. Hoş, yeni bir haberimiz gelsek. 3. növbetlik Xalqara Uyghur Munbiri Berlin'de açıldı kadarlı görünmelerimiz. Elbette dünyanın her qaysı joylarida mana shundaq faaliyetler izchil şekilde bütün gücümüz bilan xalqimiz her tarafdan faaliyetlerini ötküzüp kelyapti. Bu qatim Dünya Uyghur Qurultayı bilan Uyghur Demokratiya ve İnsan Hakları Munbiri, İnsan Hakları Merkezi ve Germaniya Federatsiyasi parlamentidagi Uyghur Dostluq Gruppasining hamkorligida planlangan 3. növbetlik Xalqaro Uyghur Munbiri yig'ini 11 iyun Berlin'de resmi açıldı yani. 3 gün devam kıldı bu yığın. Bugün 3. günde en ahırkı günde belki hazır açılayotgan buluşu mümkün, tügen buluşu mümkün. Bu şekilde 3 günlük bir nayeti keng kölemlik bir yığın açıldı. Yığında lagerlarının 10. yılı tunuştun cevapkarlıkka emdi nime boludu degan baş tema aslında başlangan 1. gündeki bu munberge parlament azaları, diplomatlar, kanunshunoslar, alimlar, muhbirlar, insan hakları faoliyatçılar ve cemiyet vekilleri bulup 200'ge yakın kişi katnaşkan. Yığının 1. günde Reis Turg'unjon Alavuddin, Qurultay raisi, sabık Reis Tulg'un Isa qatorliq rahbarlar ichili so'zi qildi. Bu yığın deganimdek yuqorida bugun oxirgi kuni Dünya Uyghur Qurultayı'nın yığından avvalgi bayonotiga asoslanganda, bu yığın haqidagi bayonotiga asoslanganda, bu qitimqi munbar yığını Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan keng ko'lamli tutqun qilish siyosatining 10 yillik munosabat bilan uyushtirilgan bo'lib, xalqaro jamiyatning bu masalaga qaratgan inkoslari va javobgarlik masalasi muzokara qilindi ekan. Ya'ni 3 kunlik yig'inga umumiy jihatdan bu yerda so'zlangan temalarga qarasak, bütün mutaxassislar bo'lsin, tashkilot rahbarlari bo'lsin, hammasi bu masalalarni ayrim so'z qilib o'ttirib qo'yyapti. Mushu jarayonda Xitoyning qilgan jinoyatlari, bundan keyin qandaq bir inkos qaytarish kerak, qilinadigan xizmatlar degandek masalalar hozirgacha bu talash-tartish qilinyapti. Bu o'ttirib qo'yilyapti. Munbarning asosiy maqsadi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishiga nisbatan dunyo miqyosidagi inkoslarni baholash ham javobgarlikni ilgari surish uchun amaliy yo'llarni izlashdan iborat deb bu şekilde e'lon qilingan, bayonot berilgan. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Turg'unjon Alavuddin ichilish so'zida Uyg'urlarga qarshi sodir bo'lgan jinoyatlarning xalqaro miqyosda, ya'ni xalqaro miqyosida texmo keng tonilayotganligini, biroq amaliy javobgarlikning yanada chekli ekanligini ko'rsatib o'tdi. U bu qatimqi munbarning tunishni amaliy harakatga aylantirishga qaratilganligini ta'kidladi. Yani demasimi amaliyotda bizning masalamizni
nurg'un devletler, organlar tunup yetti, bilip yetti. Her xil bayonotlarni, dokladlarni e'lon qilyapti. Ama amaliy bununla qarshi harakatga o'tish bosqichiga kelib vaqti o'tib ketganligini hammamiz his qilib turibdik. Shuning uchun bu tashkilotlarimiz mana shunday harakatga keltirish uchun dunyodagi davlatlarni, rahbarlarni, organlarni deganda bu keng ko'lamda bu 3 kun jarayonida to'xtalib butun o'ttirg'a qo'yib o'tildi bu masala. Xo'sh, yana bu haftadagi qisqa xabarlarimizga ko'z yugursak, Yaponiya va Filippinning dengiz chegarasini belgilash muzokirasidan bearam bo'lgan Xitoy dengiz armiyasini ishga solib, rayonda alohida dengiz harakati boshladi. Tayvan sahil mudofaa atrofida Xitoyning harakatiga javob qaytarish maqsadida rayonga paraxodlarni avatganligini, mazkur faoliyatlarning xalqaro qonunga xilof ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Ya'ni Xitoyning beshamligining xalqaro qonunga xilof ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Yevropa Xalq Partiyasi rahbari Manfred Weber kunda taxminan 1 milliard yevroga yetadigan savdo qizil raqamining Yevropaning sanoat asosini va yuqori salohiyatli ishga o'rinlashish fursatini xatarga duchor qilayotganligini, Xitoy Yevropa sanoatini vayron qilishdan burun Yevropa ittifoqining harakatga o'tishi kerakligini ta'kidladi. Har kuni taxminan 1 milliard savdo qizil raqami. Bu nima qo'rqinchli bir raqam o'ylab qo'yaylik. Yani ig'ir darajada bo'lmas kechikamiz degan shaklda shu yaqinqi yillarda bilan jiddiy bu ovozlar kuchayotdi hamda. Xo'sh, yana kelsak, Xitoyning To'kliq avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkati BYD Turkiyada qurishni planlagan zavodning qurilish qadamini vaqtliq to'xtatdi. BYDning birinchi tanlashi Vengriyadagi ishlab chiqarish zavodi bo'lib, Yevropada ikkinchi zavod qurish uchun joy izlashni davomlashtirmoqda. Bu albatta Türkiye uchun mutaxassislar 1 milliard dollar mablag' sanmoqchi deb yerda. Naydi nurg'un 5 mingga yaqin kishini ishga o'rlashtiramiz u deb buni o'ttirib qo'ygandi. Bundaq bir jinoyatlarga to'lgan oqistki majburiy emgak masalasi bo'lsin, insonlarning qiyni badiliga, mas'ullarning qiyni badiliga ishlab chiqarilgan bundaq bir qo'li qonga bo'yalgan shirkatning bu yerdan ketişimi albatta Türkiye için hayırlı bo'lsa. Bu haqda nurg'un so'zlar deyilyapti hozirmi. Tayvan muavin tashqi ishlar ministri Wu Zhijong Tayvan orolining Xitoy tarafidan besivilishining Washingtondan Tokiogacha so'ziladigan zarba to'lqini paydo qilganligini, Tayvan intayin yomon ahvolga tushib qolganda G'arb dunyosining o'xshash ahvolga duch kelganligini ta'kidladi. Albatta xabarning tafsiloti nurg'un masalalar Bahti bu röportaj, yani bu söhbətdə nurg'un məsələlər, mayli Yevropa bo'lsin, hamma dunyoninki bu chip o'zak masalasi de qanchalik Tayvanga muhtoj ekanligini, Xitoyning bu yerdagi yomon niyatini, Tayvanga masala bo'lsa, qanday oqibatlarning kelib chiqadiganligini tafsiliy o'ttirib qo'ygan. Eng muhim mevzusi bu. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Filippin mudofaa ministri Gilberto Teodoro'ning Xitoy haqidagi bayonlari sababli Teodoro ve aile tabiatlarının Xitoyga kirishini, Xitoydagi savdo hamkorlik faoliyatlarini chekladi. Ushuq Xitoy. Ya beshamlikda, ushuqlikda, nomussizlikda buni oldiga o'tadigan yo'q hamda. Yani birisiga jazo bersan, uni shu 70 sulolasiga shu jazo berishga urindi hamda. O'zininki qandaq tabiatga ekanligini Muşnun o'xshash qarorlarda bilib olaymiz ochiqlamayman. Hech aloqasi bo'lmagan shaxslarni qo'shib jazolayman deydi-da. Bizning vatanda har bir oiladan bir ish chiqib qolsa, uni butun necha avlod bolalargacha buni oilasida menda ish qilgan nimbati deb ashuni surishti qilgan namoqsizlik deyiladi. Amerika Palata a'zosi John Curtis Uyg'ur tilining Amerika diplomatiyasi va davlat bexatarligi sohasi uchun strategik ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi va Amerikaning Uyg'ur siyosiy qonun loyihasidagi aloqador moddalarini eskartib, Xitoy qatorliq Osiyo davlatlarida xizmat qilgan amerikalik diplomatlarning Uyg'ur tili o'rganishi kerakligini, Uyg'urlar bilan bevosita so'zlasha oladigan va Uyg'ur inson haqlari vaziyatini chuqur tushuna oladigan bo'lishi kerakligini eskartdi. Albatta buning so'zini tafsiloti shu Uyg'ur siyosiy qonun loyihasidagi ilgari bütün o maddeladımı
nurg'un tafsiliy ma'lumotlar bor. O'z vaqtida Marko Rubioning qilgan gaplari emaslanga, tashqi ishlar ministrligining ustiga tushgan vazifalari shu bo'lib Uyg'ur tili masalasida diplomatlarni tarbiyalash. Shuni qaytadan bir eslatgan bo'ldi Jon Kurtis. Demak, bu shaklda qadrli ko'rmalarimiz, bu haftadagi xabarlarimiz nihoyatda mayli tashkilotlarimiz bo'lsin, dunyodagi masalalarda bo'lsin, nihoyatda jiddiy bir tirishchanlik bo'lyotdi. Xayrli natijalar chiqqusi inshaalloh, umidimiz shu. Alloh umr bersa, oldimizdagi hafta yana boshqa xabarlarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.